Ozishingizga to'sqinlik qiladigan top 3 ta mahsulot. Assalomu alaykum, men ismim Barno Suleymanova, 10 yillik tajribaga ega oliy ma'lumotli shifokor diyetologman. Bugungi videoda sizga ozishimizga to'sqinlik qiladigan top 3 ta mahsulot bilan tanishtiraman. Va mana shu top 3 ta mahsulotni ratsioningizdan olib tashlamagunizcha siz hech qachon ozolmaysiz. Demak, birinchisi bu shakar va shakar mahsulotlari. Agar biz shakar choy yoki har qanaqa mahsulotga shakarni qo'shib turib iste'mol qiladigan bo'lsak, tarkibida shakar bo'ladigan bo'lsa, bu shirinliklar, bu pishiruvlar, tort, gazli ichimliklar, kola, fanta, gazirovkalar, energetiklar, bularning tarkibida 100% shakar bo'ladi. Demak, tarkibida shakari bor mahsulotlarni biz iste'mol qilganimizdan keyin, tanamizga tushgandan keyin shakar mahsulotlari bizani qornimizdagi qand miqdorini ko'tarib yuboradi va gormonlarimizga ham to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Agar biz qachonki tarkibida shakar bor mahsulotlarni iste'mol qiladigan bo'lsak, mana shunda yog'i to'playdigan gormon, oshqozon osti bezimizda ishlab chiqariladigan insulin gormoni ko'tarilib ketadi. Agar siz har kuni shakar qo'shilgan mahsulotlarni iste'mol qilib yuradigan bo'lsangiz, demak doimiy sizda insulin gormoningiz ko'tariladi. Agar sizni insuliningiz ko'tariladigan bo'lsa, suvdan tashqari barcha iste'mol qilayotgan mahsulotlaringiz, ovqatlaringiz, hattoki ichimliklaringiz, suvdan tashqari hamma ichimlik ovqat mahsulotlaringiz faqatgina zaxira yog'lariga aylanadi. Demak, shunchaki shakarni o'zidan voz kechib turib, gormonlaringizni to'g'irlash orqali tez o'zingiz xohlagandek vazn tashab, o'zingiz xohlagan qomatga ham erishib olsangiz bo'ladi. Endi qarang, shakarni iste'mol qilganimizda shakar nafaqat gormonlarimizni buzilishiga, nafaqat vazn yig'ishimizga, balki zamburug'larni, kandidozlarni, mikroorganizmlarni, patogen bakteriyalarni ortib ketishiga olib keladi. Tushundingizmi? Demak, sizda patogen bakteriyalar bor yo'qligini, zamburug'lar bor yo'qligini qatdan bilishingiz mumkin. Agar siz sochingiz tez yog'lanadigan bo'lsa, agar sizda qazg'oli bo'ladigan bo'lsa, bundan tashqari og'izdan, teridan noxush hidlar keladigan bo'lsa, katta ehtimolda sizda patogen bakteriyalar, zamburug'lar bor. Va agar sizda mana shu mikroorganizmlar, patogen bakteriyalar, zamburug'lar bor bo'ladigan bo'lsa, demak sizda doimiy shakarga bo'lgan ehtiyoj ortib boraveradi. Sababi mana shu patogen bakteriyalarni, zamburug'larni ozuqasi bu shakar hisoblanadi. Shakardan voz kechishimiz uchun o'zimizni qiynab, shakarni yemasdan yurishimiz shart emas. Sababi o'sha organizmingiz o'rgangan shakarga va o'zingiz xohlamasangiz ham tanangiz xohlayapti. Shunchaki siz shakarni tabiiy bo'lgan shakar o'rnini bosuvchi tabiiy mahsulotga almashtirsangiz bo'ladi. Bu stevia, bu eritritol, bu lakanto. Bemalol mana shu aytib o'tgan stevia, lakanto yoki eritritolga, ya'ni eritritga almashtiradigan bo'lsangiz, shirinliklar qilasizmi, tort qilasizmi, kofe ichasizmi, har qanaqa mahsulotingizga qo'shadigan shakaringiz o'rniga mana shu 3 ta mahsulotga almashtiradigan bo'lsangiz, stevia yoki lakantoni qo'shib almashtiradigan bo'lsangiz, bunda sizni gormoningiz, insuliningiz ko'tarilib ketmaydi. Zamburug', kandidozlaringiz oziqasiz qoladi, ya'ni shakar bilan oziqlanishga o'rgangan-ku. Ular oziqasiz qolgandan keyin ular nobud bo'ladi. Albatta, zamburug'lar, kandidozlaringiz yo'qolib, sochlaringiz yog'lanishi, og'izdan, teridan keladigan noxush hidlar, qazg'olar barchasi yo'qoladi. Ana endi rangli bo'lgan kola, fanta, energetiklardan qanaqa voz kechish mumkin? Birdaniga hozirning o'zida bittada siz voz kecha olmaysiz. Bu narsaga ochiq oydan qarashimiz kerak. Bo'ldi, men voz kechdim, tashadim deganingiz bilan talab yuqori bo'ladigan bo'lsa, baribirga ham shu ichimliklarni, energetik kolalarni ichib yorasiz. Shuning uchun agar siz kuniga 1,5 litr yoki 2 litr kola ichadigan bo'lsangiz, o'zingizga muddat bering. Misol uchun 3 kun irodangizdan kelib chiqib, bir haftaning ichida men sekin koladan voz kechaman deysiz. 1 litrga, yarim litrga, 1 stakanga tushirib, ongli ravishda mana bugun dushanba bo'ladigan bo'lsa, keyingi dushanbagacha, demak, umuman koladan voz kechaman deb miqdorini kamaytirib ratsioningizdan olib tashlasangiz bo'ladi. Mana shu aytganlarimni qiladigan bo'lsangiz, shakar ratsioningizdan olib tashlaydigan bo'lsangiz, birinchi navbatda gormonlaringiz va ichinglaringizdagi muammolardan qutulasiz. Ikkinchisi bo'lsa bu kraxmal. Kraxmal qaysi mahsulotlarda ko'p uchraydi? Asosan kartoshkada bo'ladi bu, demak, guruchda, bundan tashqari yana
oliy navli unlardan tayyorlangan mahsulotlarda, nonlarda, non mahsulotlarida, xamirli mahsulotlarda bo'ladi. Endi keling ko'p kraxmal uchraydigan kartoshkaga qaytadigan bo'lsak. Kartoshkani olib qaraydigan bo'lsak, tarkibida nima bor? Asosan kraxmal va suv bor. Suv va kraxmaldan tashqari boshqa deyarli hech qanaqa foydali elementlar yoki vitaminlar deyarli yo'q. Demak, biz kartoshkani iste'mol qilganimizda, kartoshkani siz pyure holatida iste'mol qilasizmi, shu ovqatlaringizga qo'shibmi yoki uni qovuribmi? Eng zararlisi, hattoki rakka olib keladigan kraxmal, ya'ni kartoshka, bu albatta chipslar. Chipslarni tayyorlayotganda kartoshkani olinadi, u mayda qilib to'raladi va ko'p raffinatsiyadan o'tgan, butun tanamizni yallig'lantiradigan, teri kasalliklariga olib keladigan, autoimmun kasalliklariga, hattoki saratonga olib keladigan yog'larda shu kartoshka qovuriladi. Yaroqli muddati uzoq bo'lishi uchun unga antibiotiklar qo'shiladi, ko'p aromatizatorlar, krasitellar qo'shiladi. Eng kartoshkalar orasida eng zararlisi bu shu chipslar hisoblanadi. Usti yopilgan, yozgi kunida ham ko'rsangiz 40 gradusda ham, 50 gradusda ham tashqariga qo'yib qo'yishadi. Odamlar bolalariga, endi shu sog'lom o'sib kelayotgan shu organizm bolalariga mana shu chipslarda bolalarini boqishadi yoki o'z katta insonlar ham iste'mol qilishadi. Mana shu kraxmal tarkibida bor bo'lgan mahsulotlar, kartoshkalarni iste'mol qilarkansiz, bu ham to'g'ridan to'g'ri gormonlaringizni buzilishiga, aytib o'tganimdek, insulinni ko'tarilishiga, moddalar almashinuvini pasayishiga va yog'larni ketishidan ko'ra ularni yig'ilishiga olib keladi. Shu sababdan iloji boricha kartoshka va kraxmali bor bo'lgan mahsulotlarni ratsioningizdan olib tashlang. Chunki kraxmalga bo'lgan ehtiyoj shakarga qaraganda ancha past bo'ladi. Kraxmaldan, kartoshkadan siz bemalol voz kecha olasiz. Unaqa narkomandek, xuddi shakarga o'rganib qolgandek ehtiyoj yuqori bo'lmaydi. Endi siz kartoshkani qaysi mahsulotlarga almashtirsangiz bo'ladi? Sholg'omga, sabziga, foydali bo'lgan sabzavotlarga bemalol almashtirishingiz mumkin. Yana ham siz sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanishga o'tmoqchi bo'lsangiz, unda brokkolilarni ham kraxmal o'rniga, kartoshkani o'rniga iste'mol qilsangiz bo'ladi. Misol uchun siz qaynatma sho'rva qilyapsiz yoki qovurma, ko'za sho'rvalar qilyapsiz. Shu qilayotgan sho'rvangizga kartoshkani o'rniga sholg'om solsangiz bo'ladi, sabzi solsangiz bo'ladi, brokkoli solsangiz bo'ladi. Lekin yana ko'pchilik aytadiki, men o'sha to'g'ri ovqatlanishdaman, kartoshkani umuman iste'mol qilmayman, uyimdagilar kartoshka yeyverishadi, men kartoshkasiz qilib suzib olaman deyshadi. Agar siz o'sha qozonda pishgan, o'sha kartoshka solingan sho'rvani iste'mol qiladigan bo'lsangiz, sho'rvani suvini ichadigan bo'lsangiz ham, o'sha kartoshkadagi kraxmal suvga chiqib bo'lgan bo'ladi. Kartoshkani o'zida kraxmal deyarli qolmagan bo'lishi mumkin, lekin butun kraxmallari, demak, suvga chiqqan bo'lishi mumkin. Shuning uchun kartoshkani umuman qozonga solmasligiga, o'zi umuman ovqatlarga solmasligiga, o'zi umuman uyingizga olib kirmasligiga harakat qiling. Uni o'rniga foydali sabzavotlarga almashtirib olsangiz bo'ladi. Uchinchisi, bu har bittamiz kundalik ovqatlarga ishlatib yuradigan raffinatlangan pista yog'lari. Agar biz pista yog'larida ovqatlarimizni pishiradigan bo'lsak, qovuradigan bo'lsak va shu tayyorlagan ovqatlarimizni kundalik iste'mol qilib yuradigan bo'lsak, tabriklayman, sizni kelajakda infarkt, insult, o't qopi, jigar kasalliklari sizni kutmoqda. Sababi, pista yog'i juda ham foydali. Faqatgina uni birinchi siqimidan olingan, raffinatlanmagan pista yog'idan ovqatlarni pishirib, qovurib iste'mol qiladigan bo'lsangiz. Lekin biz iste'mol qilib yuradigan pista yog'lari ko'p raffinatsiyadan o'tilgan. Ko'p raffinatsiyadan o'tgandan keyin u biz o'sha kundalik iste'mol qilib yuradigan pista yog'imizda hech qanaqa foydali xususiyatlar birinchidan qolmagan, hech qanaqa. Demak, bu raffinatlangan pista yog'lari birinchi navbatda nima qiladi? O'sha ovqatlarimizni qovuramiz, pishiramiz, iste'mol qilganimizdan keyin o't qopini dimlanishiga, quyilishiga, toshlarni paydo bo'lishiga, poliplarni paydo bo'lishiga va safro o't suyuligi yaxshi ajralmagandan keyin ovqat yaxshi hazm bo'lmasdan qabziyatlarga olib keladi. Bu birinchisi. Hattoki jigarli ichki o't yo'llaridagi o'tlarni dimlanishiga ham olib keladi. Natijada og'izdan terdan noxush hidlar, yuzlarga dog'lar tushishi,
teridan noxush hidlarga olib keladi. Bundan tashqari, pista yog'idan doimiy tayyorlab ovqat mahsulotlarini iste'mol qiladigan bo'lsangiz, bu xolesterinni oshirib yuboradi. Siz 1 oy, 2 oy, 5 yil, 10 yil doimiy pista yog'larida ovqatlarni iste'mol qilib yurishingiz sezilmasligi mumkin. Lekin ular yig'ilib xolesterinni oshirib, kelajakda yurak qon tomir kasalliklari, infarkt, insultgacha olib kelishi mumkin. Aytib o'tganimdek, mana shu pista yog'i ham ozishimizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Sababi biza ovqat mahsulotlarini yeganimizdan keyin ovqatimiz qachonki yaxshi hazm bo'lsa, ich har kuni kelsa, qabziyat bo'lmasa, demak moddalar almashinuvi yaxshi bo'ladi. Agar bizada o'sha ichiklarning o'zida oshqozon ichak trakti faoliyati yaxshi bo'lmasa, ich yaxshi kelmasa, qabziyat bo'ladigan bo'lsa, o't qopida dimlanish, quyilishlar bo'ladigan bo'lsa, mana shunda moddalar almashinuvi sekinlashadi va eng yomoni mana shu pista yog'i butun tanamizni yallig'lanishiga, aytib o'tganimdek, hattoki onkologiyagacha olib kelishi mumkin. Ana endi rafinatlangan pista yog'ini qaysi foydali yog'larga almashtirish mumkin? Xohlasangiz foydali hayvon yog'lariga almashtirsangiz bo'ladi. Xohlasangiz foydali o'simlik yog'lariga almashtirsangiz bo'ladi. Agar ovqatlarga qovurishga, pishirishga bo'ladigan bo'lsa, eng zo'ri, eng yaxshisi bu toplённое масло, ya'ni durda yog'lari. Durda yog'larida ovqatlarni pishirib, qovurib iste'mol qilsangiz bo'ladi. Organizmingizni umuman yallig'lantirmaydi. Aksincha, to'g'ridan-to'g'ri o'sha o't qopingizni oxirigacha qisqarishiga, safron yaxshi ajralishiga, ovqatlaringizni yaxshi hazm qilib, ichlaringiz yaxshi kelishiga yordam beradi. Agar o'simlik yog'lardan foydalanadigan bo'lsangiz, unda zaytun yog'laridan ovqatlaringizni pishirib, qovurib, bemalol iste'mol qilishingiz mumkin. Mana shu bugungi aytib o'tgan videoyimdagi 3 ta mahsulotni foydalisiga almashtiring, ko'rasiz. Bir hafta 10 kunning o'zida sog'lig'ingizda, qomatingizda, hattoki tashqi ko'rinishingizda ijobiy tarafga, chiroyli tarafga o'zgarishlar bo'ladi.